الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugun Sura Nisoning 107-oyatiga keldik. Ilgirki darslarda asosliq mazmun islom adolat ustiga quriladi. Gerçi İslam'a mensup bo'lgan bir kishining ziyniga bo'lsa-mu haq ustida turadi. Asla xoinlarga, asla xatolik o'tkazganlarga qarata yon bosmaydi haqida mazmunlar bilan oxirlashtirgandik. Aslida bu temada ilgirki darsdagi oyat Allah subhanahu va taolaning ishlatgan ifodasi payg'ambar alayhisolamga xitob qilgan shaklda buningga yetarlikdi. Ammo Allah subhanahu va taolo masalani texmi chang'itish uchun texmi meselenin hassasiyetini bizge bildiriş için, meselenin ciddiyetini bizge bildiriş için ayette yani bu hakta okşaşla bizge Peygamber Aleyhisselam'a hitap kılan şekilde meselenin inçki tarafını depirvatudu, davatudu, estaizu billah ve la tujadil anillezine yahtanune enfusahum innallaha la yuhibbu men kana khawwanan athima. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Aleyhisselam'a hitap kılan şekilde davatudu, eminiyeti hitap ümmetinin hemmige. Özüge hıyanet kılıdığan kişiler hakkında münazır kılma. Bulanın tarifini amma, bula tarafta tuma. Allah subhanahu wa ta'ala onda hıyanet adetiga aylanıp ketken, karakteriga aylanıp ketken, cinayetçi kişilerini asla nima ko'maydi, yaxshi ko'maydi. Oyatning mazmuni nihoyat aniq qarindoshlar. Chunki biz bu tema to'g'riliq ilgari soatda nihoyat kenara to'xtaldik. Endi oyatning bizning diqqatimizni tortadigan bir nuqtasi normalda bir qitim xiyonat qilgan kishi, normalda bir qitim birini ifodalayman hozir. Xiyonat asli lug'at ma'noda boshqalarning ma'lum narsani elib olish, boshqalarning haqqini elib olish, qo'yilgan omonatni bermaslik, buning ismi xiyonat. Ammo arab tilida buni xona, yaxunu ifodasi bilan ifodalaydi. Endi xiyonatning yana bir turi bo'lsa, kishi boshqalarga emas, o'ziga xiyonat qilish masalasi. Normalda bu inson o'ziga xiyonat qilmaydi odatda. O'ziga xiyonat qildi deganlik, ya'ni insonning normaldan oshgan bir xiyonatni ifodalaydi. Bu arab tilidagi biroz masalani inchiklashtirish, biroz masalaga kuchash ma'nosiga keladigan xitona, yaxtano shakl ifodalanadi. Normal xiyonat xona. Buni biroz kuchafroq, uningga biroz zo'rlanibroq qilgan xiyonat xitona. Oyat normalda ifodalayotgan ifodasida o'ziga xiyonat qilgan kishilarning tarafini amma, bular haqida munozara qilma, bularning gapini sen depbama degan shaklda o'ziga xiyonat qilish deb ifodalagan bo'lg'achqa, va qo'llanilgan filmo odatda normal xiyonatga qo'llanilgan fildan biroz boshqa. Nima uchun bu yerda o'ziga xiyonat qilish ifodasi qo'llanildi? Normal inson o'ziga xiyonat qilamdi desa, amaliyotda yuqoriga o'xshash bir odam musulmon bo'lib turib, o'zi mansub bo'lgan bir dinning nomiga set keladigan, o'zi mansub bo'lgan bir jamiyatning nomiga
ayib bo'ladigan, nomiga ayib bo'ladigan ishlarni qilib, undan keyin shu ishlarni yonmaydi qanday qilishning o'zi, yop qilib tirishning o'zi odatdagi normal xiyonat emas. Ya'ni bu hisobda o'zi mansub bo'lgan dinga xiyonat qilganlik, o'zi mansub bo'lgan jamiyatga xiyonat qilganlik, oxirida kelib kimga xiyonat qilganlik, o'ziga xiyonat qilganlik bo'ladi qarindoshlar. Əməliyyatda insan şu xatalıqlarını ötküzüyotqan vaqtda özünün ig'ir darajada azobga duchor bo'lganligini, jazolanganligini bilib turdi. Bilib turdi yani. Mushu qadamni shunda aslan o'ziga ig'ir ziyonkashlik qilganligini bilib turdi. Bu a nuqtadan o'ziga xiyonat qilganligidan boshqa mushu xatolikning jazosiga uchrashni bilib turib, o'zining ig'ir oqibatga qoladiganligini bilib turib bu ishni qilganligining o'zi, yani o'zini o'zi aloq qilganlik, o'zini o'zi qanday qilganlik, xiyonat qilganlik bo'ladi. Andikin oyatda yana bir nuqta bor. Biz normal bir qitim xiyonat shakllanib qolgan odamni xoin deb ataymiz. Arabchada bu xoin, uyg'urchada bu xoin. Ammo oyat Alloh jinoyatga patqan, xiyonat odatiga aylanib ketgan kishini yaxshi ko'rmaydi deb tarjima qildim ya, buni normal xoindan oshirib sifatlab xavvan ifodasini qo'llandi. Arabchadagi xavvan ifodasi xiyonatni qilib shu nima bo'lib ketgan, u odamning odatiga aylanib ketgan yoki xiyonat ko'p qatim yuz bergan yoki xiyonat qilgan ish odatli ish emas. Buyuk ish. Bunda holatda andagi normal bir odamni xoin ifodasi qo'llanmay, xavvan ifodasi qanday qiladi? Qo'llanildi qarindoshlar. Bunda bir voqelik va Umar radhiyallohu anhuning davrida yuz bergan bir ayolning o'g'li o'g'irlik qilib, tutib qilib jazo ijro qilinish oldida ayol Umar radhiyallohu anhuning qashig'iga kelib yig'lab turib, "Ey Amirul Mu'minin, deb tunji qatim qilganda bu ishni, bundan ilgari bunda ish qilib boqmagan, bunda o'g'irlik qilib boqmagan" degan vaqtida Umar radhiyallohu anhu yolg'on aytdi. Alloh bilan qasamki, Alloh bandini tunji qatim bunda jazolamaydi. Ya'ni bu demoqchi o'g'limiz nima? Bu darsimizdan nima aloqasi bor desa, oyatda mashxil shakldagi xiyonatni normal xoin ifodasi bilan emas, xiyonatni takror qilgan ifoda bilan ifodalashda Alloh subhanahu va taoloninki sattor sifati bor. Allah bandilarini yo'gaydi. Bandilarga takror tavba qilish fursatidir. Ya'ni bu shu demakki, Umar radhiyallohu anhu degan gapini shuni tushunib olamizki, banda birinchi qatim, ikkinchi qatim qilgan xatolik bilan Allah subhanahu va taolo uni insonlar orasida rasvo qilmaydi, o'rtaga chiqarmaydi. Ya'ni banda bir qatim xatolik qiladi, Alloh unga fursat beradi, tavba fursati beradi. Ikkinchi qatim xatolik qiladi, tavba fursati berishi mumkin. Am banda normal qilaversa xatolikni, Alloh shu vaqt uni rasvo qiladi. Shunga inson Allohning yo'g'igini qilgan xatoligini haqning o'tirga chiqmay, yo'gab epib qolganligini qanaqdir o'zining ehtiyot qilganligi, mahorati yoki qilgan ishining bir xatolik emasligidek tuyulib, haddidan oshsa Alloh subhanahu va taolo uni o'rtaga chiqaradi, undan keyin u qanday qiladi? Jazolanadi. Shunga o'xshamayadimi? Alloh xavvanni yaxshi ko'rmaydi degani, chunki inson o'rtaga işte jazolanadigan, boshqaning qo'liga tushib qoladigan darajada xatolik o'tkazish uchun takror o'tkazadi. O ish o odamning odatiga aylandi, o jinoyatga patadi, Alloh uni yaxshi ko'rmaydigan holatga keladi degan ma'no qanday qilinishi mumkin, ifodalanishi mumkin. Endi oyatning oxirisidagi Alloh xiyonatkor va jinoyat patqan kishini yaxshi ko'rmaydi degandagi asim, ya'ni ism normalda gunohning eng ig'irsini qanday qiladi? Isim deymiz. Endi voqelik biz ilgari darsda deb o'tdik, bir o'g'irlik voqeasi. Shu Tu'ma ismlik birisi bir kishiningki Saud jankiyini o'g'irladi. O'g'irlab bo'lib, boy qilib qilishini ansirab boshqa bir yahudiyning qishida qo'ydi. Kishilar buni izlab, iz qo'g'lab berib Yahudinin qishidan buni topdi. Yahudi men o'g'irlamadim, buni falan o'g'irlalik deb bu odam biz ilk darsimiz degandek biroz o'g'irliklar mashhur bo'lsa kerak. Hamma odamning ko'zi shunga tikildi.
va bu kishininki qabilasi yoki bu kishining jiddiy jamiyati Rasulullohning qishig'iga kelib bir musulmonning o'g'rib o'rtaga chiqib qolmasligi uchun masalani ochmaslikni talab qildi. Rasulullohdan bir Yahudining oldida bir musulmon qarinib ketammi dedi. Ya'ni qo'rqdi bular. Masalani kishilardan yushurmoqchi bo'lishdi. Asli islom buni aslo va aslo qabul qilmaydi. İslam o kadar adalet üstüde turudiki bu adalet hükümni şu İslam'ın mensupları boğan Müslümanların karşısında versini adalet üstüde turudu. Allah subhanahu wa ta'ala kişilerinin ki bu xil qılıqığı bu yerde qana qilib ayıplab davatıdı ki yastahfuna minen nas ve la yastahfuna minallah ve huve ma'ahum iz yubeyyituna ma la yarda minel qavl ve kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ula kişilerden yuşurdu. Kişilerden ensireydi. Manı hukkası kandağıla deyip manından ensireydi. Kişilerinin aldığı aklansa kultu deydi. İlgili ders sözlegen ve bayatın kıskıcı deyip vergen. Hele Resulullah'ın kışkı kilip şafaat dileyen kişilerin ahvalı okşaş. Ama Allah'ın bir işini kandağı yuşurdu. Nemişki Allah'tan haya kılmaydı. Nima uchun Allohning oldida aqlishni xohlamaydi ular? Kishilarning oldida aqlansin deyli. Acaba Alloh subhanahu va taolaning oldida aqlni olamdi bular? Halbuki asli hayo qilishga tegishliki, qarinib qolmaslikka tegishliki, yushurish tegishliki Alloh. Hayo qilsang Allohdan hayo qil. Aslida bu jinoyat yuz bermaslik kerakdi, Allohdan qo'rqish kerakdi. Halbuki Allah subhanahu wa taala inson bilan her daim billa. Hatta insonlar Allah razı olmaydigan ishlarni maxfiy planlashgan vaqtda Allah ular bilan billa. Allah oshkor uchun hammani biladi. Ularning qilgan bütün ishlarini har tarafdan qo'rshab turadigan hech qanday ish Allohningki ilmidan sirtiga qanaq ketmaydi, chiqib ketmaydi. Agar haqiqatan bu insonlarningki zot bir musulmonning qarilinib ketishidan ansirsa, İslamga ayib kep qilishdan ansirsa, asli jinoyatchini jazolash kerak. Jinoyatchi kim bo'lishdan qat'iy nazar o jazolanishga yushirilmay, islomning adolati dal bu yerda namoyon bo'ladi. Bir musulmon bir Yahudi o'tirsida bir o'g'irlik da'vosi. Bu o'g'irlikni Yahudiga chaplab qo'yish haqsizlarcha va musulmon deb atalgan kishini aqlab qilish orqali asla ve asla İslam azaldan aqlanmaydi. İslam ish qanday olib kelsin, ishning ostidan kim chiqsin, haq bo'lishi bilan, nahaq bo'lishi bilan islomdir. Mushuni bilan aqlanadi. Asli buni bilishi kerakdi bular. Agar bularning haqiqiy chin dildan maqsadi başta İslamni aqlab qilishlar bo'lsa, ma shaklda qana qilish kerakdi, aqlishi kerakdi. Va huwa ma'ahum Allah subhanahu wa ta'ala bular bilan birlikda. Bular ash planlarni qilgan vaqtda, Allah razı olmaydigan shu gaplarni deyishga vaqtda, shu maslahatni so'qqan vaqtda nimalarni o'ylayotgan? Hammada Allah ular bilan birlikda. Hech qanday masala Allah subhanahu wa ta'aladan maxfiy qolanmaydi. Anda bo'lgandan keyin bular ishning o'ngini qana qilish kerakdi, qilishi kerakdi qarindoshlar. Endi oyatning oxirida masalani kesdi Allah. Allah ular qilgan bütün ishlarni muhit iborasi ishlatdi. Asli muhit bir narsaning to'rt atrofining hammani qorshab, hech qanday bir narsa sirtiga chiqib ketmaydigan bir holatni muhit deymiz. Allah subhanahu va taolo masalaning hammani tamamen bizning aloqa o'zimizning tushunadigan bir zag'ir tillandigan vaqtimizda yepidan yinsqishib tamamen biladi. Şunlaşqa bu yerda yushurib masalani hal qilinmaydi ular. Asli buni qana qilish kerakdi, bilish kerakdi. Ayıplashda to'xtamadi qarindoshlar. 109-oyatda Allah subhanahu va taolo endi da'vatida ha antum haula jadaltum anhum fil hayatid dunya. Mana sizlar bularning tarafini elib, ma dunyoda gapini qilyapsizlar. Buni aqlayapsizlar. فَمَنْ يُجَادِلُ اللّٰهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günüsü Allah subhanahu wa ta'ala bular haqida kim gap qilar? Allah'ın olduğu vaqti bularni kim aqla,
yoki bular ularning ustidan vakilmi ular? Bular vakolatan so'zlayotgandi. Keldi ya bir kişiler Peygamber Aleyhisselam'dan qishqa, ya'ni tu'mini aqlab, ya'ni Peygamber Aleyhisselam'dan tu'minin o'g'ri chiqib qolmasligini, ay Yahudini qarlib etishni, buni bilan bu qolay bir şekilde masala tugusin. Bir musulmonning bo'lib qolmasin, satlashib qolmasin, bir musulmon o'g'ri chiqib qolmasin, shu orqali islomning nomi o'p qolmasin, bo'p qolmasin degandek bir xil xato tushunchadan kelib chiqqan bir bahonalar bilan Rasulullohning qishig'iga keldi. Tamam, Rasululloh da ashta qildi deydi, Rasulullohning oldida ashta deb bularning ishi muvaffaqiylik unday bo'lmaydi. Dunyoda agar bular mush ishida muvaffaqiyat qozonib, bu oqlansin deydi. Dunyodagi ayibdan xoli qolsin deydi, jazodan xoli qolsin deydi. Qiyomat kunisi qanday qiladi? Dunyodagi sotdan qutulsin deydi, qiyomatdagi sotdan qanday qutuladi? Yoki amma yakunu alayhim vakila. Yoki bular kim vakil bo'ladi qiyomat kunisi? Mushu degan gapi tufaylidan bularni kim oqlaydi qiyomat kunisi? Kim Allah subhanahu va taolaning oldida bularning gunohsizligini isbotlaydi qiyomat kunisi? Hech kim qilmaydi. Chunki qiyomat kunisi limanul mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Faqat hukm Alloh uchun. Allohga hech qanday bir ish maxfiy emas. Ishning oshkora, yushurun, yaxshi, yomon hammasi to'liq o'rtaga qo'yiladi. Shu vaqtda Allohning oldida rasvo bo'lib qoladi. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirulloha yajidulloha g'afurur rahim. Asli ishning o'ngi bu. 110-oyat. Kimki bir yomon ishdan birini qildi yoki o'ziga zulm qildi, undan keyin Allohdan mag'firat talab qildi, Allohning g'afur rahim ekanligini bayqaydi. Asli ishning to'g'risi bu. Xatolashgan odam, yomon ishdan birini qilgan odam buningga Allohdan kechirimini so'rash orqali ishni o'ngishdi. Alloh kechiratdi. Nimishqa? Chunki Alloh subhanahu va taolo inson yaratganda shuni yaratdi. O'zgarishchan yaratdi. Ojizlikqa yaratdi. İnsanda mutlaka bir xatolash yuz beradi hayotda. Xatolashmaydigan inson yo'q. Ma'sum payg'ambarlardan boshqa. Endi bir odam xatolashdi. Alloh subhanahu va taolo agar mush xatolashgan odamga chiqish yo'li bermasa, shu odam xatolash bilan bu odamning ishi butunlay tugaydigan ish bo'lib qolsa, jamiyatni yomonlik qoplab ketadi. Nima ish tasavvur qilaylik. Bir odam bir xatolikni o'tkazdi menday. Mening ishim tugadi. Mush xatoliqim bilan. Menga tavba yo'q. Bo'p qolsa men qanday qilaman? Mening ishim tugabdi. Endi menga tavba yo'q ekan, assangni etib o'lsang etib o'l deb deganda, men o'zimni yomonlikqa qo'yib o'taman. Men yomonlik qo'yibdim degan gap menga munosabatlik atrofimdagilarning hammasi men qilayotgan mush yomonlikning ta'siriga uchurdi degan gap. Bunda o'g'ani yomon jamiyat yomonlik bilan qoplanib ketadi. Alloh subhanahu va taolo musulmonlar jamiyatiga rahmat qilish yuzidan, musulmonlarga rahmat qilish yuzidan bu jamiyatni yomonlik qilganlarning yomonligidan saqlash uchun, yomonlik qoplab ketishdan saqlash uchun xatolashgan odamga tavba ishkini ochib berdi. Ya'ni uningga tavba qilsang bo'ladi deb bir yo'l berdi-da, bir xatolikni qilib solgan odam chiroyliqcha jinoyatni tunib, xatoligini tunib Allohga tavba qiladi. Alloh tavbani qana qiladi, qabul qiladi. Shuning bilan ish bitadi. Bu Alloh subhanahu va taoloninki bu jamiyatga qilgan yaxshiligi va shu orqali jamiyatni xatolik, yomonliklarning qoplab ketishidan saqlab qolganligi. Endi ma tu'ma degan kishini oqlamoqchi bo'lib, Rasulullohning qishig'iga kelib buning uchun shafaat qilganlar ikki qism. Ko'nglida bir qismlari tu'mini oqlashlar, haliq o'g'rini. Yana bir qismlari bir musulmon bo'lganligi uchun bir rasul qonunsun demakchi. Ikkinisi xatolashliq bu yerda. Ikkinisi xatolashliq amaliyotda. Ammo bularning bu xatolik bilan bular tugashdimi? Yo'q. Ma oyati davatida mashta xatolik o'tkazib qolganlar butunlay bir xatolik bilan tugamaydi. Balki Alloh subhanahu va taologa xatoligini haqiqiy ravishda tunib tavba qildi. Alloh subhanahu va taolo bularni qanday qiladi? Kechiradi qarindoshlar. Va bularni o'xshashlar burunqidek musulmonlarning safida, musulmonlarning qatoridan hisoblab shu safda bular davom qiladi. Rasululloh shu vaqtda shu tu'maga
qarşı hüküm qildi, yani Yahudini aqladı, heliqi bir narsa o'g'rilgan kishi o'g'rib hukm chiqarildi. Shu ishdan keyin heliqi Tuhma degan kishi Ibn Ubayraq deymiz, bu murtad bo'lib ketdi, Makkaga bordi. Ya'ni bayatni dedik ya, bir odamning rasvo bo'lib qilishi, o'rtaga chiqib qilishi bir qatimliq, ikki qatimliq xatolik uchun bo'lmaydi. U bir odam bir xatolikqa izchil kunib davomlashganda andigan o'rtaga chiqib rasvo bo'ladi. Buning ashta bir mijozi va odat o'g'achqa bu odamning haqmi biladi ashtaligini, hamma odamga ma'ruf. Andikin mushu qatimliq hukmdan keyin bu murtad bo'lib Makkaga borguncha bir kishilarningki bir yushirib qo'ygan mol-mulkini o'g'irlayman deb tomning qo'ni ko'laydi-da bu. Tomni ko'laydi-da, ustiga tom tushib, tom besilib o'lib qolgan bir voqelik bor. Ya'ni buning bilan oxirlashdi bu odamning ishi. Ya'ni masala bu shaklda. Demek oyat bizga Allohning eskartidiki, bu xil shaklda o'rtaga chiqqan insonlar har o'zi bekabiga o'rtaga chiqmaydi. Bular jinoyatga petib ketgan insonlar. Bular o'ziga xiyonat qilgan insonlar. Bularning tarafini ap, bularga ish og'ritib, bularni deb hukmning asli adolatini, adolat adli yo'lidan chetnitishning o'zi og'ir jinoyat. Bu xil ishqa dasab berganlar Alloh subhanahu va taologa qarata qanday qilish kerak? Tövbe qilish kerak. Endi ba'zida bunda bir savol kelib qoladi ba'zilar tarafidan. Oyat bunda bir ifoda qo'llanilganmi 110-oyatda. Kim yomon ishdan birini qilsa, bu bir yoki o'ziga zulm qilsa ifodasi bor. Ba'zilar so'rashi mumkin. Yomon ish qilgan odam zaten o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Bu yerda yomon ishni ayrim, o'ziga zulm qilishni ayrim shaklda ifodalayapti. Ikkisi ayrim ishmi desa, bu yerda bunda bir o'lcham bor. Ba'zi yomon ishlar bor. Bevosita boshqalarga munosabatlik. Bevosita uning ta'siri atrofga bo'ladigan. Bunday ishni yomon ish deymiz. Ba'zi yomon ishlar bor. Bu yomon ish faqat qilg'uchiga ta'sir qiladi. Sirtkilarga munosabat yo'q. Masalan, deylik, o'g'irlik qildi. Buning ta'siri o'g'irlik qilg'uchidan boshqa atrofdagilarga ta'siri bor. Odam o'ldirdi, atrofdagilarga ta'siri bor. Zina qildi, boshqalarga ta'siri bor. Ma'ni yomon ish deydi. Oyatdagi yomon ish degani bu. Endi o'ziga zulm qilish degani atrofdagilarga faqat nimasi yo'q, ta'siri yo'q. Faqat o'zinglam qilgan jinoyati bu o'ziga zulm qilish. Masalan, deylik, aroq ichish. Aroq ichgan odam xilvatga kirib o'tirib, hech kim ko'maydigan aroq ichsa, uyda aroq ichsa, buning ikkinchi bir odamga hech ta'siri yo'q. Ammo o'ziga zulm qilgan bo'ladi. Bu yerdagi maqsad shu, hatto jinoyatlarning ichida boshqalarning manfaati uchun o'ziga qiladigan jinoyatlar bor. Masalan, birovga bulishib, uning tarafini elib, yolg'ondan guvohlik berdi. Bir ikkisi datalash qilib qoldi. Men ma'o do'stimga ya deb, do'stimni deb, guvohlikda datalashda yolg'ondan guvohlik qilib, ishni aning manfaatiga appadim. Buning menga foydasi yo'q. Haqning foydasi uchun. Ammo men bu orqali o'zimni tugashtirdim. Buning o'zini o'ziga zulm qilish. Şuna mesele iki xil. Birisi başqalarga aloqasi bor. Jinoyat, buning ismi va may ya'mal su'an oyatdagi yomon ish qilsa degandek yomon ish shu. Boshqalarga munosabat yo'q, faqat o'ziga. O'zim bilan munosabatli jinoyat bo'lib qolsa, bu o'ziga zulm qilish. Hatto Qur'ondagi boshqa oyat Sura Al-Imron'dagi 125-oyatidami mushu xil shaklda ifoda qo'llanilgan. Vallazina idza fa'alu fahishatan, bir yomon ishni birini qilgan insonlar deb bo'lib aw zalamu anfusahum, yoki o'ziga zulm qilganlar. Yomon ishlar o'ziga zulm qilishni ayiradi ya. Yomon ish o'zi va boshqalarga munosabatli kishi bo'lsa, o'ziga zulm qilish, boshqalarga munosabat yo'q, faqat o'ziga munosabatli jinoyatlarni ko'rsatadi. Shu boshqa oyat bu ikkisini ikkiga ayirib qana qilgan ifodalagan. Buningdan qandaqdir av yomon ish, mav yomon ish emas degandek tarmoq savollar qanday qilmaslik kerak, chiqib qolmasligi kerak. Oyatning oxirida Alloh subhanahu va taolo rahimdur va g'afurdur va rahimdur. Alloh subhanahu va taolo mag'firat qilguvchi va mehribon deydi. Biz buni necha qatim tushundik oyatlardagi Allohga kelgan asmo sifatlar hammasi ashurma sifatda shaklda qo'llanildi. Ya'ni bu mag'firat qilish, rahim shafqat qilish Allohning azaliy sifati, mangulik sifati. Bunun to'xtab qoladigan, üzülüp qoladigan bunda ahvol yo'q. Ya'ni demak cho'g'ini shuki, har qanday bir banda tövbe qilmalam desa, Allohning mag'firatiga uchraydi, mag'firatiga erishadi va Allohning marhamatiga qana qiladi, erishadi. Andan keyin 111-oyatda manda
şekilde ifadelendi. Mesela bunda hulaslendi. وَمَنْ يَكْسِبْ اِثْمًا فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. Kim ki cinayet kılsa, bu cinayetini özüge kılıdı. Allah subhanahu ve taala hemmini qanak tuğucu, bilip turğucu ve hikmetlen urullaştırğucu. Ayetinin mezmunu naiti ilik kırındaşlar. Ama ayette, yani şu ayetinin Allah kullanılan ifadelerde bir xil diqqatimizin tatılgan noktaları var. Arap tilida bir adamның bir işni qilishga qo'llanilgan ikki xil fe'l var. Birisi kesebe ve men yeksibtiki şu. Hazır ayetteki şu. Yeni birisi iktesebe. Normalde bir insan bir yaxshi ishlarni qilgan vaqtda tabiiy qiladi. Yaxshi ish qilgan vaqtimizda boshqalardan qo'rinmaymiz. Birovlari ko'rib qolsa bo'lmaydi degan qo'rqinch olmaydi. O'zimizni qo'yayotgan shaklda qilamiz. Arab tilida buni kasaba deyiladi. Arab tilida buni kasaba. Normal bir ishni qilgan. Hech qanday tortinmasdan, qo'rinmasdan, yeni bir odam buni ko'rib qola, voymani bilib qola deb endişe qilmasdan ish qilganni kasaba deyiladi. Endi bir odam ma'ni qilsam paloni ko'rib qolarmi? Uni qilsam pukini qanaq qolarmi, ko'rib qolarmi? deydigan bir tuyg'u bilan zo'rlab bir ishlarni qiladi. Nayt bir jiddiylashish kayfiyatida o'zgarish paydo bo'lish bu bir. Ikkinchisi inson yaxshidan bo'lib qolgan vaqtida yaxshidan yomon ish qilgan vaqtda ichki dunyosi bir to'qinish yuz beradi, o'zdan o'zga. Tuyuqsizlar, bu ishni qilsam qanday bo'ladi? Dedik ya ilgari darslarda insonning ichida ikki xil ruhiy holat bo'ladi. Birisi yomon ishni qil deydi, yana birisi yomon ishni qilma deydi. Yana to'qinish yuz beradi. İnsan yomon ishga o'zini zo'rlab kirib qoladi. Zaten qilaymi, qilmaymi, ikkilnish. Qilay ya qilsam qanday bo'lar? Qilvitaya bir qitim ishim bo'lmas. Mana shaklda kiradi. Arab tilida bu xil ruhiy holatni, bir ishni bu xil shaklda qilganni iktasaba degan shaklda qo'llanildi. Shu ma'no asosida yaxshi ishlarni qilganga kasaba iborasi qo'llansa Qur'onda, chunki yaxshi ish degan insonning vujudining tabiati u. Inson uningga kunuk, uningdan qo'rinmaydi, boshqalarning ko'rib qilishdan endish qilmaydi. Yomon ishlarni qilganga iktasaba qo'llaniladi. Normalda oyat, boshqa normal o'rinlarda. Men tushundim qarindoshlar. Buni tushungan bo'lsak, ma oyatga qarab boqaylik. Ma bugungi oyat yomon ishning gapi. Cinayet ötkazganning gapi, xatolikqa tushib qolganning gapi, ammo qo'llangan ifoda kasaba. Bu bizga shuni ifodalaydi-ki, qarindoshlar, inson yomon ishni bir qilib, ikki qilib, u yomon ish qilib ketib, davomlashib ketgan vaqtda kunib qoladi. Hech ayib sanamaydigan bo'ladi. Atrofdagilardan qo'rinmaydigan bo'ladi. Şu vaqtda şu holatga, şu darajaga keladi-ki, yomon ish o odam uchun xuddi yaxshi ishdeklar. Yaxshi ishga qanday muomala qilgan bo'lsa, yomon ishga shunday muomala qilgan bir darajaga yetib keladi. Alloh buni da'vatidi bu yerda. Shunday holat kelib qolgan inson amaliyotda o'ziga qiladi deydi. Butun yomon ishni o'ziga qiladi. Masalan, zulm qilishning o'zi bir yomonlik. Bir insonga zulm qilish orqali amaliyotda Allohning o insonga marhamat qilishi, fazli marhamatidan fazlisini ato qilishiga sabab bo'lamiz xolos. Bir zolim, bir mazlumga zulm qilish orqali mazlumning texmi o'rnining yuksalishi, Allohning uningga yordam qilishidan boshqa sabab bo'lmaydi. Agar zolim buni bilsa, hargiz qilmaydi. Yani o'zining zulm qilib jinoyatga erishganidan boshqa mazlum marhamat qilishidi. Masalan, bunga bir misol olsak, valillahil masalul a'la, masalani oydinlashtirishni da'vatimizga bir odamning ikki bolasi, birisi cho'ng, birisi kichik deyli. Cho'ngi kichik bolasini, kichik ukisini buzaq qilib, uning ikki tangisini masalan ya 50 tiyinni ilib olsa,
Bu ahvollarni kuzatib turganda da aksining ukusini buzaq qig'inga qarata ukusini bezlash uchun aksi ilib olgandan jiqroq pulni berish mumkin. Ala balama pulni bo'ldi yig'lama, xapolma. Bu insonlar o'rtasida bo'lgan ish. Dada har doim zulm qilingan tarafda turadi. İnsanlar shu har doim zulm qilinguchiga hissdoshlik qiladi. Agar aksi dadisining elib olgandan jiqroq pulning biritadiganligini hargiz uning zulm qilmaydi. Masala shunday masala. Bir inson bir eskilik qilib, yomonlik qilib, birisiga zulm qildi. Allohning uningga marhamat qilishi, Allohning uning o'z fazilatini ichib o'tishga sabab bo'ladi. O'zi jinoyatkor bo'lgandan boshqa. Buni bilgan bo'lsa, aslo zolim zulm qilmaydi. Oyatda aytadi-ya, yomon ishni qilgan odam o'ziga ziyon qiladi shu. O'zining ziyniga qiladi. Asla foyda ko'rishmaydi. Buni bilsa, aslo yomon ish qilmaydi. Ya'ni mushunga misollardan birisi. Bunda bir gaplar bor hikmatlarning ichida. G'aybat qilmoqchi bo'lsang, ota-onangning g'aybatini qil deydi. Nima ishqa? Amaliyotda g'aybat qiluvchi g'aybati orqali o'zini ozroq ishni bo'shatib olgandek qiladi, amaliyotda o'ziga ziyon qilgan bo'ladi. Chunki g'aybat qilgan, shu g'aybati qilingan insonning jinoyatini o'zining ustiga oladi. O'zining yaxshiligini uning ustiga yo'tkab bergan bo'ladi. Shunga bayon etdim-ya, g'aybat qilmoqchi bo'lsang, ota-onangning g'aybatini qil. Savobing ketsa, boshqa odam ketmasin, ota-onangga ketsin. Amaliyotda dötlük shuki, o'zi eng o'chkurdigan odamning g'aybatini qiladi. Shu orqali eng o'chkurdigan odamga savobini qanaq birdi, o'tkazib birdi yoki uning jinoyatini ustiga olgan bo'ladi. Bunda bir hikoyalar bor. Hasan al-Basri rahimahullohga birisininki uning g'aybatini qilganligi yetkazildi-da, yetkazilgandan keyin shu g'aybat qiluvchiga bir qacha xurmo o'tdimdi. Aytgan odamga deydi, "Ma xurmini paloniga opirib deginki, Hasan al-Basri tunugan siz uning g'aybatini qilib ekansiz, shunga mani sizga sovg'a qildi. Ya'ni siz uningga bir muncha savoblaringizni beribsiz, gunohlardan bir munchani elib olibsiz. Bu yaxshiligingiz uchun ma xurmini sizga hadiya qildi deb aytgan degan bir shaklda aytganlik bir nimasi bor, hikoyasi bor. Ya'ni bu yerda isbotlamoqchi bo'lgan meni nima, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan fikr nima desa, xatolik jinoyat o'tkazgan har qanday kishi o'tkazgan jinoyat orqali o'ziga ziyon solishdan boshqa ishga yaramaydi. Hatto boshqalarga ziyon solaman deb qilgan ish amaliyotda boshqalarning bo'ladi, foydali qilib o'rtaga qanday qiladi, chiqadi qarindoshlar. Oyatning oxirisida va kanallohu aliman hakim. Alloh subhanahu va taolo alimdir va hakimdirki, yuz bergan har ishlarni bilib turadi va har ishlarga o'ziga yarasha muomala qiladi. Ya'ni hikmat bilan qana qiladi, ish qiladi. Allohning qilgan har bir ishida hikmat bor. Ya'ni hech qanday odamning haqqi hech qanday odamning ustida qolmaydi, hech qanday odamning yaxshiligi mukofotsiz qolmaydi, hech qanday odamning yomonligi jazosiz qolmaydi deydi qarindoshlar. Shuning bilan vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz oxirlashdi. Inshaalloh kelasi darsda kurashgacha hammanglarni Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.